Dördüncü hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: Atimmul vudu'a veylul lil aqabi minen nar. Taharetni to'liq elinglar, do'zax o'tida kuyayotgan tapanlarga vay. Bu hadisde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her birimizge dikkat bilen taharet ilişini buyurdu. Bazı bir adamlar taharet alganda qo'llarini jug'anda jaynaklarida quruqyalar qilib qoladi, ya putini jug'anda tapanda, ya putining kaynida quruqyalar qilib qoladi. Şu adamlarga tahdid ritida Muhammed Peygamber sallallohu alayhi vasallamning so'zi do'zax o'tida kuyayotgan tapanlarga voy deydi. Şu quruq juyilmay qilib qolgan yerlar do'zax o'tida kuyishi mumkin. Allah subhanahu wa ta'ala her birimizni do'zax o'tidan saqlasin. Hürmetli qarindoshlar, taharet alganda diqqat bilan alayli. Hammamizga ma'lum, taharet namazning bir sharti. Agar taharetimiz to'g'ri bo'lmasa, namozimiz qabul bo'lmashi mumkin.